Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hayotida ro'y bergan muhim voqea-hodisalar haqida xabar beruvchi Hafta dayjesti loyihasi o'zining navbatdagi sonini boshlaydi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori professor Shahzoda Nigmatova institutda O'zbekiston Respublikasi prezidenti va nomli davlat stipendiyalari sohiblari, ushbu mukofotlarga nomzod talabalar, fan olimpiadalari g'oliblari hamda turli yo'nalishlarda muvaffaqiyat qozongan yoshlar bilan professor soati mashg'ulotini o'tkazdi. Bunda ta'lim tizimida rahbar qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak, olimlar davrasi va rahbarlar davrasi o'rtasidagi farqlar kabi bir qancha dolzarb mavzularda so'z yuritildi. Institutning Tabiiy fanlar fakulteti professor o'qituvchilari tomonidan institut qoshidagi akademik litsey o'quvchilari uchun virtual laboratoriyadan foydalanish bo'yicha amaliy dars mashg'uloti o'tkazildi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutiga Tojikiston Respublikasining Dunyoyi Rushdi Chomiya nodavlat tashkilotining delegatsiya a'zolari tashrif buyurdi. Institut rektori Shahzoda Nigmatova delegatsiya a'zolari bilan uchrashuv o'tkazib, muloqot davomida ta'lim sohasida, xususan inklyuziv ta'lim va bolalar huquqlarini himoya qilish yo'nalishlarida tajriba almashish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida Turon Fanlar akademiyasi faxriy akademiga, O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi a'zosi dotsent Javodbek Kozimov tavalludining 65 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda ijodkorning oila a'zolari, yaqin do'stlari, hamkasblari, ko'plab shogirdlari, institut rahbariyati vakillari, professor o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etishdi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida globallashuv davrida turkologiya rivoji masalalari va ta'lim mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Bunda institut rektori Shahzoda Nigmatova so'zga chiqib, konferensiya mavzusining dolzarbligi va ahamiyatiga to'xtaldi. Shuningdek, Turkiyaning Samarqanddagi bosh konsuli Salih Joner, Istanbul Kultur universiteti professori Vahid Turk, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori Juluboy Eltazarov, Qozog'iston Respublikasi Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti professori Jantash Jakubov, Ahmad Yassaviy nomidagi Xalqaro Qozoq-Turk universiteti dotsenti Yerlan Alashbayev, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Samarqand viloyati bo'linmasi rahbari professor Murod Qosim Abdiyev, Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti Erkin Musurmanov, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Turkologiya ilmiy tadqiqot instituti dotsenti Emrah Yilmazlar o'zlarining qizg'in va dolzarb mavzudagi ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti delegatsiyasi Державин nomidagi Tambov davlat universitetida o'tkazilayotgan plener tadbirlarida ishtirok etishmoqda. Institut rektori Shahzoda Nigmatova 4-sonli talabalar turar joyida istiqomat qiluvchi talabalar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Uchrashuv davomida rektor talabalar bilan bevosita suhbatlashib, ularning muammolari va takliflarini diqqat bilan tingladi hamda mavjud masalalarni ijobiy hal etish bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida sportning shaxmat turi bo'yicha rektor kubogi musobaqalari bo'lib o'tdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida milliy qadriyatlar, milliy o'zlik shiori ostida karyera kuni mehnat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Tadbirning ochilish marosimida Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari Husan To'xtayev, O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori Shahzoda Nigmatova hamda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamovlar so'zga chiqib, yarmarka ishtirokchilariga va bitiruvchi bosqich talabalariga muvaffaqiyat tiladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, yarmarka doirasida ish beruvchi tashkilotlar tomonidan 55 ta mehnat shartnomasi imzolandi. Surxondaryo viloyatida dzyudo sport turi bo'yicha o'tkazilgan Universiada 2025 respublika bosqichi musobaqalarida institut talabalari umumiy hisobda bitta oltin va ikkita bronza medalga ega bo'lishdi.
O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida Samarqand viloyatidagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarining bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun fizika, kimyo va biologiya fanlaridan olimpiada sinovlari bo'lib o'tdi. Olimpiada avvalida institut rektori Shahzoda Nigmatova ishtirokchilar bilan uchrashib, ularga muvaffaqiyat tiladi. Strike Plagiarism kompaniyasining biznesni rivojlantirish bo'yicha menejeri Verona Bashkarova institut professor o'qituvchilari hamda tadqiqotchilariga ko'chirmachilikning oldini olish va antiplagiat tizimlaridan foydalanish mavzusida seminar trening o'tkazdi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti rektori professor Shahzoda Nigmatova Italiyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri Roma Tre universiteti rektori boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi loyihalarni amaliyotga tatbiq etish masalalarini atroflicha muhokama qildilar. Institutda Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti strategik tadqiqotlar va prognozlar instituti direktori Dmitriy Yegorchenkov hamda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi diplomatik akademiyasi professori Vladimir Avatkovlar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot davomida o'zaro tajriba almashish hamda yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining rasmiy sahifalarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.